Namangan shahar hokimi Anvar Otaxo'jayev viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Mansur Gaziyevdan hududdagi noqonuniy radarlarni olib tashlashni so'radi. Hokim shu maqsadda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iga rasmiy xat bilan murojaat qilgan. Unda keltirilishicha, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'rnatilgan kameralarning jarima yozishi norozilik kayfiyati ortishiga sabab bo'lmoqda. Jamoatchilik, yoshlar tomonidan aholi vakillari bilan o'tkazilgan uchrashuvlar va muhokama yig'ilishlarida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'rnatilgan avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilganini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari tomonidan jarimalarning qo'llanilishidan norozilik kayfiyatlari ortib borishi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatda olib borilayotgan boshqaruvga nisbatan salbiy fikrlar bildirilishiga sabab bo'lmoqda, deyiladi xatda. Hokim xatida Namangan shahri, Davlatobod hamda Yangi Namangan tumanlarida Vazirlar Mahkamasi qaroriga zid ravishda o'rnatilgan kameralarni tizimdan o'chirish hamda ular tomonidan qayd etilgan qoidabuzarliklarga jarimalar qo'llash ishlarini to'xtatish so'ralgan.